G'iybat o'zi nima? Muhammad Abdulhay Lahnaviy. Shariatda g'iybat deb biror kishining yomon sifatini uning o'zi yo'qligida, eshitsa unga og'ir botadigan, dili ranjiydigan tarzda bayon etishga g'iybat deb aytiladi. Bunda g'iybat qiluvchi xoh tili bilan aytsin, xoh qalami bilan yozsin yoki tana a'zolari bilan ishora qilsin, g'iybat qilingan kishi xoh kofir, xoh musulmon bo'lsin, buning ahamiyati yo'q. Kishida mavjud bo'lmagan ayb haqida gapirish esa tuhmat va bo'xton hisoblanadi. Mazkur ta'rifda keltirilgan so'zlar o'quvchiga yanada tushunarli bo'lishi uchun quyida bir necha hadis va rivoyatlar zikr etiladi. Hikoya. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning huzurlariga past bo'yli bir ayol keldi. U ketgach, Oysha radhiyallohu anha bu ayolning bo'yi buncha ham past bo'lmasa dedilar. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam: "Ey Oysha, sen uni g'iybat qilding" dedilar. Oysha radhiyallohu anha: "Men undagi bor narsani aytdim-ku" dedilar. Shunda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam: "Biroq sen undagi eng yomon sifatni zikr qilding" deb marhamat qildilar. Tavsiya. Buyuk tobiin Ibrohim Naxaviy rahimahulloh bunday deganlar: sen birovda bor narsani, birovda bor aybni aytsang, uni g'iybat qilgan bo'lasan. Agar unda yo'q narsani aytsang, unga bo'xton qilgan bo'lasan. G'iybat o'zi nima? Muhammad Abdulhay Lahnaviy. Shariatda g'iybat deb biror kishining yomon sifatini uning o'zi yo'qligida, eshitsa unga og'ir botadigan, dili ranjiydigan tarzda bayon etishga g'iybat deb aytiladi. Bunda g'iybat qiluvchi xoh tili bilan aytsin, xoh qalami bilan yozsin yoki tana a'zolari bilan ishora qilsin, g'iybat qilingan kishi xoh kofir, xoh musulmon bo'lsin, buning ahamiyati yo'q. Kishida mavjud bo'lmagan ayb haqida gapirish esa tuhmat va bo'xton hisoblanadi. Mazkur ta'rifda keltirilgan so'zlar o'quvchiga yanada tushunarli bo'lishi uchun quyida bir necha hadis va rivoyatlar zikr etiladi. Hikoya. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning huzurlariga past bo'yli bir ayol keldi. U ketgach, Oysha radhiyallohu anha bu ayolning bo'yi buncha ham past bo'lmasa dedilar. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam: "Ey Oysha, sen uni g'iybat qilding" dedilar. Oysha radhiyallohu anha: "Men undagi bor narsani aytdim-ku" dedilar. Shunda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam: "Biroq sen undagi eng yomon sifatni zikr qilding" deb marhamat qildilar. Tavsiya. Buyuk tobiin Ibrohim Naxaviy rahimahulloh bunday deganlar: sen birovda bor narsani, birovda bor aybni aytsang, uni g'iybat qilgan bo'lasan. Agar unda yo'q narsani aytsang, unga bo'xton qilgan bo'lasan.